elektron savdo platformalari soliqqa subyekti sifatida kiritilyapti. Shu o'rinda savol tug'iladi, ya'ni ular chet elda joylashgan bo'lsa ham, lekin O'zbekiston fuqarolariga xizmat ko'rsatsa, ular elektron savdo platformalari soliqqa tortiladi. Bu qanaqa tartibga solinadi yoki shu bilan qamrab olinadi? Ya'ni hozir elektron xizmatlar qamrab olingan, o'rnatilgan tartibda NDSni 12% yig'ib, har oy bizning byudjetimizga to'lab beradi. Soliq qo'mitasi ham o'z vaqtida hisobot ham berib turadi. Chet el kompaniyalari shuncha soliq to'ladi. Menga tovarni sotganlik uchun hozir u soliqqa tortiladi. Bu 12% kimni zimmasida bo'ladi? Chet el platformalarida tovarni zakaz qilayotganimizda ular ushbu davlatda o'zining rezident davlatidagi QQSni qo'llaydi. Lekin bir xil platformalar ushbu tovarni ichidagi QQSni ko'rsatmasdan, ya'ni 0 stavka deb realizatsiya qilish turlari ham bor. Biz bu embolarning eng ustun manfaatlarini hozir sanab chiqib, ularni yana ham toraytirib qo'ymayapmiz ham. Bu bola jismonan, ruhan, aqlan, ma'naviy jihatdan barkamol bo'lishi uchun hamma manfaatlarini taxlab berishimiz kerak-da. Aynan mana shu 9.1 moddada bolaning eng ustun manfaatlarini ta'minlash kafolatlari nazarda tutilganda, men aytib o'tgan jumla ketgan, qaror qabul qilishga vakolatli bo'lgan organlar va mansabdor shaxslar bolaning manfaatlariga taalluqli masalalarni hal qilishda bolaning eng ustun manfaatlaridan kelib chiqqan holda qaror qabul qilish hamda chora-tadbirlarni amalga oshirish shart deb belgilab qo'yilgan. Sog'lig'ini ham, daxlsizligini ham, fikrlashini ham, so'z hammasini barobar e'tiborga. Chunki sizlar eng ustun manfaat degan tushunchaga so'z beryapsizlar va har bitta holatda sudya qabul qiladi yoki muayyan bir organ qabul qiladi, ana shuni baravar teng miqdorda inobatga olish kerak degan xulosaga kelib qoldi. Rus oilasida voyaga yetgan bola o'zbek oilasiga farzandlikka berilishi mumkinmi yoki yo'qmi? Bizda hozir sizlar berayotgan qonun bo'yicha bolaning tili, diniy qarashlari inobatga olinishi shart deb berilyapti. Vaholanki, oilaga berish bu o'sha bolaning manfaatlariga mos keladi, uni berish kerakdir. Tili, dini, e'tiqodidan ko'ra uning shu oilada, oila muhitida yashash huquqi ustun manfaat sifatida ko'rilib qaror qabul qilinadi. Deputatlarimiz to'g'ri fikr bilyapti. Yuristlarimiz tushunmagandan keyin qolgan odam qanaqa tushunishi mumkin? Demak, ikkinchi o'qishda albatta qaytadan ko'rasizlar mana shu normani. Bildirayotgan fikrlar bolani huquq manfaatlarini mustahkamlashga qaratilgan, konseptual muhim, qo'llab-quvvatlaydi. Lekin normani ishlash uchun hamma tushunadigan tilda qonun yozilishi kerak va undan ishlaydigan joylarga aksent berish kerak.